Men Akbar Mirzayev 2022-yil Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini tamomlab, shu yili JTL stipendiyasi dasturida faol ishtirokchi sifatida qatnashdim, tanlandim va 2022-yil institut tugatganimizdan so'ng bir necha bosqichli savol-javoblardan o'tib, JTL zavodiga qabul qilindim. Ish faoliyatimni dastlab umumzavod xo'jaligi sexida boshladim. 3 oylik stajirovkadan so'ng savdo va marketing bo'limiga kichik mutaxassis lavozimiga qabul qilindim. 2022-yil oktyabr oyidan buyon savdo va marketing bo'limida kichik mutaxassis lavozimida ishlab kelmoqdaman. Texnologiyadan savdo va marketing bo'limiga o'tganimdan so'ng dastlab ish jarayonlari menga ozgina qiyinchilik tug'dirdi, lekin jamoamizdagi Yazdanov Shuhrat aka, Razoqov Rustam aka, ustozlarim menga o'z bilimlarini va ko'nikmalarini o'rgatib, mana shu sohada ishlab keta olishimga o'z yo'l yo'riqlarini ko'rsatishdi. Bu uchun ularga katta rahmat aytaman. Men ishlaydigan savdo bo'limi JTL zavodida ishlab chiqariladigan JTL mahsulotlarining realizatsiyasi bilan shug'ullanadi. Jamoamiz katta va ahil. Bu yerda men kabi yosh xodimlar faoliyat yuritishadi. Biz ular bilan birgalikda korxonamiz rivoji uchun o'z hissamizni qo'shishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bu yo'lda tinmay mehnat qilmoqdamiz.